Qur'oni Karimda insonning bolalik, yoshlik va keksalik davrlari bayon etilib, tez o'tib ketishi haqida bunday marhamat qilinadi. Ularga hayoti dunyoning misolini keltir. U biz osmondan tushirgan suvga o'xshaydi. Uning sababi ila yer nabototlari aralashib chiqdi. Bas, xashakka aylanib uni shamol uchirib ketdi. Alloh har bir narsaga qodir bo'lgan zotdir. Kaf surasi 45-oyat. Alloh taolo 4 faslni inson hayotiga o'xshatdi. Bahor kelib o'lik yerdan turli o't-o'lanlarni chiqarishi odam bolalarining dunyoga kelishiga o'xshaydi. Yoz kelib yerdan unib chiqqan o't-o'lanlar, daraxtlarning hosil berishi ularni kuch-quvvatga to'lgan yoshlik davriga o'xshaydi. Kuz kelib boyagi yashnab turgan chamanzor o'zining tarovatidan ayrilib quriy boshlaydi. Bu insonning yoshlik vaqti o'tib keksalikka qadam qo'yishiga ishoradir. Qish kelganda esa boyagi yashillikdan asar ham qolmaydi. Oqib turgan suvlar muzlab, oppoq qor yog'ib, hammayoq sukunatga cho'madi. Bu esa inson hayotining poyoniga yetganini bildiradi.